sana bezeyen ol dildara, aydın şirin canım avara. Yürük zara, erkim yok savrıma, gelse yara, nur payla ömrümü zülfü tara. Bağladım ömrüm men intizara. Bakın kara gülleri donup durun nişanımın, min aşığın seyvi kun gerdenimde taşanımın. Bu halime seret razı ola yürük yanıp dur. Bakın kara gülleri donup durun nişanımın, min aşığın seyvi kun gerdenimde taşanımın. Bu halime seret razı ola yürük yanıp dur. Güzel yara, yar eylep kışını, güzel yara, gül bezep taşını. Güzel yara, aydın kalpte gözü gel yanara. Yürük zara, erkim yok savrıma, gelse yara, nur payla ömrümü zülfü tara. Bağladım ömrüm men intizara. Bakın kara gülleri donup durun nişanımın, min aşığın seyvi kun gerdenimde taşanımın. Bu halime seret razı ola yürük yanıp dur. Bakın kara gülleri donup durun nişanımın, min aşığın seyvi kun gerdenimde taşanımın. Bu halime seret razı ola yürük yanıp dur. Bakan kara gülleri donup durun nişanımın, min aşığın seyvi kun gerdenimde taşanımın. Bu halime seret razı ola yürük yanıp dur. Bakın kara gülleri donup durun nişanımın, min aşığın seyvi kun gerdenimde taşanımın. Bu halime seret razı ola yürük yanıp dur.
Tagında. O'zi bilmay qoldik endi vaqt. Haqqa qo'ldan. Bir-birimizga qarayotgan qadrishga qilib. Ya, qo'zg'alib kelgani. Suvni ochqanlar. Vash deydi, otib. Tamam. Yana biri ochdim o'mni qo'yay. Tospos aytmalaydi-da. Voytamiz aga. Manzaga. Tospos. Ya, doğuşturamiz. Bunday bo'ladi. Nega bo'ladi? Ya, kimga zaga? O'zdan. Gençler nasip olsa bola gelin. Hoş şekeriniz at. Kızlarınız koklasın. Balıklı, tatlı, salatlı ailelerinin bir yolunuz at da inşallah. Başlar, mansızlarını seyrettil bugün. Yaşlar endi hoş şekersin. He, oytdan. Saçlarınız at. Hey! Burka geri acıyor. Ama öyle bir şey. Koldan ötkazip kaçmalı. Burka! Hey! Burka! Ulan bak sen. Bigaç manglayda mı sen? Yaxşı tayinlagan sapaqlı. Oshna. Mana, umr. Azimjon. Bo'lmasa, bardaklar qayta jisir manglaydi. Boshqa gapga ketibmi? Bigaç bilan kelin bilan bir tushak tashla. Bundan to'yda ochib yarim bo'lmasa aytganmiz. Aytavering, yaxshi aytdi. Hovlikamizning to'yi Mas'atlar oilasida katta to'y. Buning sababi nevaramiz Bigaç bilan kelinimiz Lolaning bag'ri to'yi. Uzoq umr tilaymiz. Bola chaqasi ko'p bo'lsin. Nima niyat bo'lsa Xudo shunga yetkazsin. Hovlikamning ham shunday to'ylar nasib qilsin. Hammalarimiz bilalikda to'yni yaxshi o'tkazaylik. To'yni ham mana ochiq deb e'lon qilamiz. Gap qilma deganlariniz bormi? Yoshlar barda bo'lsin, uni bizlardan ko'p bo'lsin. Hamsha shu singlimniki ham to'yga kelsak, uyga kelsak ham shu to'yib kelaylik. Alloh ayra olsun. Sağlıklı olsun yaşlar, teşekkür ederim. Dostlarım açık olsun, ciğerim bağlı olsun, nasip olsa bala çakarsı olsun, toylar hem yaxşı olsun. Bir güç. Tashna qalblari zavqqa to'lib qora ko'zlar cho'g' bugun. Bir-biriga orom baxsh bermagan dilsiz kimsa yo'q bugun. Biz yuzma-yuz turar ekanmiz. Shunday go'zal dam bilan qutlagaymiz sizlarni bugungi to'ylaringiz bilan. Hurmatli bugungi to'yimizga qatnashayotgan aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar. Kechamiz bezaga bo'lgan kelin-kuyovlarimiz davramizga yaqinlashib kelmoqdalar. Marhamat qilib sizlar
yor. Kiyov tura bilsangiz, beklari beki yor yor, belidagi belbog'i, mardlarniki yor yor. Xush kelibsizlar, keling kuyovlarimiz davramizga. To'ylar muborak bo'lsin deya aziz do'stlar, an'anamizga ko'ra to'yimizni kelin salom bilan boshlaymiz. Qani marhamat yigitlar. Makkatirone
qo'ysangiz. Baxtli bo'linglar, qo'shiq qaranglar kelinkiyolar. Shu yerda shunday taklif tushyapti, men momajonlarni aytib o'tgan edim. Yana ham bir marta momajonlar uchun bitta kelin salom bo'lsa kelinimiz. Qani marhamat Lolaxon. Sevgan yoringiz bilan baxtli taxtli bo'linglar. Qo'shiq qaranglar. Rahmat. Sog' bo'lingizlar. To'ylaringizda qaytsin. Barakalla. Chor tomondan kelib aka-ukalar, og'ayinlar, amma xola bo'lalar. Kelinning salomini qabul qilinglar. Shu xonadonga doim to'yga kelinglar deb kelin-kuyovlarimizni o'rtaga valsga taklif etamiz. Aziz do'stlar, davramizni kengroq olaylik iltimos. Begimjon, endi yana bir bora kelinimizning yuzini ochib qo'yasiz. Qani yigitlar, marhamat, kelin-kuyovlarimiz uchun bitta vals bo'lsin. Ishqlarni kapatalım arkadaşlar. Настал тот день, настал тот час,
hurmatlangan insonimiz Beganjonning onajonisi Guldasta yangamizni davramizga kelinkiyolarimizni yoniga bir taklif etsak, onajonlari uchun atalgan kelinkiyolarimizning sovg'alarini topshirishga ruxsat bersangizlar, qarsinglar bo'lib tursin. Har bir istagimning chorasin topgan, menga tosh otganga jonini otgan. Qarsanglar, dard cheksam miltirab yonimda yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Qo'shtinsa tinmagan bedorim, bu shoq jonimga madorim, lolali yaldizli bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Albatta oramizda hozir Barnoxon opamiz bizning yonimizda ekan. Onajonlari Barno opamiz, Guldasta yangamiz, sizlarga ming rahmatlar aytamiz. Mana shunday farzandlarni dunyoga keltirib, vaqti va yo'lga yetkazganlaringiz uchun ota-onalari sog' salomat bo'lingizlar deb kelinkiyolarimizni o'zlarining joylariga kuzatib qo'yamiz. Marhamat. Ko'ytan tog'ning tog'laridan, olmanorni bog'laridan, chaman gullari yo'pok yurakli tillaridan salom aylarsiz do'stlarga biz san'atkor tillaridan. Alpomishning dastoni, Go'ro'g'lining makoni, maqtum qili so'zlari sevishganlar o'zlari. Assalomu alaykum elimning yulduzlari. Assalomu alaykum. Bugun Narsaxatovlar hamda Tagaynazarovlar oilasini hurmatlab, izzatlab kelgan aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar. Azizlar, ko'rib turganimizdek bugun ikkala xonadonda, ikkala oilada ham katta to'y, katta tantana. Bugungi to'yimizning asosiy sababchilari esa kechamiz bezagi bo'lgan kelinkiyolar, Beganch ukamiz bilan Lola kelinimiz. Kelinkiyolar fursatdan foydalanib sizlarni bugungi bo'layotgan baxt nikoh to'ylaringiz bilan barcha mehmonlar nomidan, san'atkorlar nomidan, qolaversa bugun to'yda qatnasha olmayotgan Turkmanistondagi qavm qarindoshlar nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. To'ylar muborak bo'lsin deymiz. Shunday ekan, aziz do'stlar, bugungi ikkala yoshning baxt to'ylarini ochib berish uchun so'zga kechamiz hurmatli mehmoni ham mezboni kuyov To'ra Beganchning chori bobosini hurmat bilan to'y mikrofonimizga taklif etmoqchimiz. Marhamat, chori bobosi davramizda bo'lsangiz kelib, yoshlarimizning baxt to'ylarini ochib berishingizni sizdan iltimos qilamiz. Kelinkiyolarimiz, albatta mustaqil hayotlaringizda sizlarga Alloh madadkor bo'lsin. Labingizdan kulgu, gul yuzingizdan tabassum sirayam arimasin deymiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Marhamat, to'yimizni ochib bersangiz. Hoş geldiniz aziz mehmonlar. Mana bugün Narsaxatovlar oilasida katta to'y. Bunun sababi Ebaramiz Beganch bilan umrlik yo'ldoshi bola kelinimizning baxt to'yi. Ularga uzoq umr, qo'sha qarsin, bola chaqasi ko'p bo'lsin. Nima niyati bo'lsa Xudojon shunga yetkazsin. Nima deymiz? Hammalarimiz bilalikda to'yni yaxshi o'tkazaylik. To'yni ham ochiq deydi. Rahmat Charaka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Doimo mana shunday to'ylarga bosh bo'lib yuring deymizda. Aziz do'stlar, bugun 2022-yilning 5-noyabr kuni Turkiya davlatining Istanbul shahrida seremoniya to'yi salonida bo'layotgan Beganch bilan Lolaning baxt to'ylarini ochiq deb e'lon qilamiz. Barchalaringiz yana bir bora xush kelibsizlar, xushvaqt bo'linglar aziz do'stlar. Boshingizni baxtiga g'am egmasin. Biring suluv, biring polvon, ko'z tegmasin. Yarashibdi bo'ylaring, qutlug' bo'lsin bugungi nikoh to'ylaring.
shunday baxt topinglarki topgan baxtingiz faqat o'zlaringga emas hammaga yoqsin. Baxtingizga baxt tilagan baxtli odamlar orqalaringdan zavqlanib havas bilan boqsin. Shunday ekan aziz do'stlar, kelingizlar, asta-sekin to'yimizga boshlar ekanmiz. Navbatni qo'shiqqa, kuyga yo'llamoqchimiz. Albatta bugun sizlar uchun Istanbul shahri bo'ylab o'zining shirin ovozlari bilan elimizga, xalqimizga xizmat qilib kelayotgan san'atkor ukamiz Shabahram Umbarov hamda Shabahram Umbarovning ijodiy guruhi sizlar uchun xizmat qilamiz. Barchalaringizga yoqimli ishtaha tilaymiz-da azizlar, qo'shiqqa navbatni yo'llaymiz. Yangrasa qo'shiqlar, o'ynasa do'stlar, sevgidan uf urgan yuraklar jo'shar. Oh qanday chiroyli, oh qanday go'zal, kuylasa san'atkor, o'ynasa do'stlar. Aziz asrimizning aziz onlari, aziz odamlardan so'raydi qadrin. Fursat g'animatdir, shoh satrlarda bezamoq chog'idir umr daftari. Endi qanday ota-onasiga havola kelib o'tirdi. Bo'lsa faotlab o'sha ishlar bilan qo'y kerak. Aldılar, nima deymiz? Ham Begaj bilan to'yaqam bugun qo'shqani bilan qo'shcha qarshi, bola qizi ko'p bo'lsin. Bular uyga kelsak to'y deb kelay.
Olha
maşrubuna bas bas. Sağlık kalsın düzene, sağlık kalsın düzene, kanun kalsın düzene, şazılık kalsın düzene. Hakkını şürgümde olup kalsın düzene. Şürgümün geçtiğin kanatından aş aş. Kralsız aydayı maşrubuna bas bas. Gülmesin o şarkı kız dediğine yaş yaş. Artık kırılmesin özge bugün ras ras. Kokutma gittim ben, muhabbetten gittim ben. Bilmedim ne oturdum, bilmedim ne oturdum. Ben kalay var güne, kalay var güne. Ben kapıda yetmiş yüreğimde yakında. Yüreğimin esirgen kanatından aş aş. Kralsız aydayı maşrubuna bas bas. Yüreğimin esirgen kanatından aş aş. Kralsız aydayı maşrubuna bas bas.
do'stlar, hurmatli mehmonlar, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. İnson qilib yaratgan Allohimga ming rahmat. Ummatimda ul rasuldir Muhammad. Ikki yoshga, ikki gulga, ikki dilga oltin baxt. Biz tilaymiz Allohdan mangu bitmas muhabbat. Shunday ekan aziz do'stlar, to'yimizni davom ettiramiz. Bugun mana davramizda hozir kelin-kuyovlarimizni tabriklab shu davradagilar bir rasmga tushib bo'lsalar, bizning uzoqdan kelgan tabrigimiz bor, shuni bir yetkazib qo'ysak. Shahnozaning sovg'alari tayyormi? Endi mehmonlarimiz iltimos 1 minut kutib turingizlar. Rasmga tushayotganlar iltimos qilamiz. Sizlarga qaytib kelishlarini tilab qolamiz. Hamda Shahnoza opasi tomonidan bitta oltin sirqa kelinimiz uchun oltin o'zik kechirasizlar. Hamda kelin-kuyovlarimizga $500 sovg'alari bor. San'atkorlar bitta so'z bo'lsa, marhamat sovg'alarni topshiramiz. Xavfsizlar bo'lsin. Shahnoza, Murod, sizlarga katta rahmatlar aytamiz. Nasib bo'lsa, sizlarning ham yaxshi kunlaringizda, to'ylaringizda qaytsin. Endi aziz do'stlarim, bugun to'y egalari tomonidan beriladigan sarpolar bor. Davramizga Beganchning Chori bobosini, Rashid tog'asini, Toha tog'asini o'rtaga taklif qilsak, marhamat, to'y egalaridan atalgan sarpo salomlaringizni qabul qilingizlar. Qani san'atkorlar so'z bo'lib qolsin. Chori bobosi, Rashid tog'asi, Toha tog'asi o'rtaga taklif qilamiz. To'ylaringizda, yaxshi kunlaringizda qaytsin. Endi aziz do'stlar, kelin-kuyovlarimizni tabriklash uchun so'zga kechamiz hurmatli mehmoni, kelinimiz Lolaxonning O'razgul opasini hurmat bilan to'y mikrofonimizga taklif etmoqchimiz. Qani O'razgul singlimiz, keling, tabrik so'zi sizga. Har bir joyda azizdir mehmon, mehmonni mezbondan judo etmasin. Yaxshi niyat bilan yozdik dasturxon, qadam yetgan joyga balo yetmasin. Xush kelibsiz. Kamala bilan kuyovimiz bilan to'plar
sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizga ham uzoq umr tilaymiz. To'ylaringizda, yaxshi kunlaringizda qaytsin deb qolamiz. Endi davramizga aziz do'stlar, to'y egalarini, Javla akamizni, Guldasta yangamizni bir taklif qilmoqchimiz. Marhamat, kelingizlar. Albatta, har bir inson dunyoga kelib, farzand ko'rsam, to'y qilib elimning oldidan o'tsam deb niyat qiladi. Marhamat, kelingizlar. Bugun mana to'y egalari Javla akamiz, Guldasta yangamiz, Barna opamiz, Eshdavlat akamiz bilan birgalikda o'zlarining farzandlariga to'y berib, dasturxon yozib, mana shu yerga barcha qavm qarindoshlarni chaqirib to'y bermoqdalar. To'y egalari, to'ylaringiz yana bir bora qutlug' muborak bo'lsin deymiz. Shunday farzandlarni dunyoga keltirganingiz uchun sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bir yorim oydir biri quyoshim, kecha kunduz boshim uzra parvonim. G'amimga sherigi baxtimdan shodam, hammadan ham yaqinim ota-yu onam. Ota-onalariga atalgan sovg'a salomlarni topshiramiz. San'atkorlar so'z bo'lsin. Sog' bo'lingizlar. Endi aziz do'stlar, mana davramizga, an'anamizga ko'ra prizlar kelib tushmoqda. Yana ham sovg'alar bor ekan, qabul qilingizlar. To'y egalari, san'atkorlar so'z bo'lib tursin. Javla akamizning singillari tomonidan sovg'alar, to'ylar muborak bo'lsin. Aziz do'stlar, davramizga kelinimizning G'ayrat ukasi tomonidan 300 lira pul prizi qo'yildi. Yana ham to'y egalari tomonidan ushbu chiroyli prizlar eng yaxshi o'ynagan o'yinchilarimiz uchun qo'yilmoqda. Hozir mana shu G'ayratjon tomonidan qo'yilgan priz uchun kelinimizning muhabbat, Hayitgul ammalarini, Salqin xolasini, Gulnar bulasini, Gulshah Qizlarbas xolasini taklif etamiz o'rtaga. Qani o'ynab kelib prizlaringizni olib ketingizlar. Prizlaringiz muborak bo'lsin, sog' bo'lingizlar. Qadog'ayjonlar, endi hozir yana davramizga priz olish uchun Tajixon opamizni, Jamila yangamizni, Halima opamizni, Gulrohat Nasiba do'stlarimizni taklif etamiz. San'atkorlar so'z bo'lsin. Keyin yana ham davom qilamiz. Prizimiz bor hali. O'ral aka, bitta so'z bo'lsin priz uchun. Qani marhamat. Tajixon opa, Halima opamiz, Jamila yangamiz, Gulrohat Nasiba o'rtaga.
Manzura Seylimizni Shahzoda, Guljamal, Maqsuda, Maya, Gulya, Bebigul opalarimizni taklif etamiz. San'atkorlar soz bo'lsin. Shahzoda, Guljamal, Maqsuda, Maya, Gulya, Bebigul. Prizlaringiz qutlug' muborak bo'lsin. Doimo mana shunday yaxshi kunlarda, to'ylarda, bayramlarda o'ynab yuringizlar. Aziz do'stlar, to'yimizni endi yana ham qo'shiqlar bilan davom ettiramiz. Hamma mehmon mezbonlarimizni o'rtaga o'yinga taklif etib qolamiz. O'yna go'zal, o'yna dilrabo. Sen o'ynasang o'ynaydi sabo. Sen o'ynasang o'ynaydi gullar. Muhabbatga bo'lmagan parvo. Sensiz menga malham
Sevgili bulursun, hayallerine gel.
Beganch Lola, kelin-kuyovlar sizlarni davramizga taklif etamiz, marhamat. Kuyovturaning oshlari, kelinimizning dugonalari, so'ng tabrik so'ziga chiqadiganlar bor bo'lsa, kelingizlar, marhamat. Arslan oshnasi. Arslan. Kuyovturaning Arslan oshnasi qani? Kuyovturaning Arslan oshnasi. Qani kelinglar yigitlar. Kelin-kuyovlarni davraga taklif etamiz. Beganch Lola, Arslan, bir to'rtta og'iz so'z aytgan. Marhamat. Assalomu alaykum. Bugun Narsaxatlar oilasida katta tantana. Shu to'yning sababchisi do'stim, bachchalik do'stim Beganch kelinimiz Lola, inshaalloh Allohning izni bilan baxtli bo'linglar, qo'shni karingizlar, o'g'il qizlar ko'pisi qo'yg'ali otib qo'yasizlar. Shu gapni tasdiqlayman desalar, Ashtamatdan moshni bir go'rka, moshni. Nisa shitna o'sha. Yo'q. Bizga go'rka kerak. Go'rka? Pamushikska. Spasibo. Marhamat, qani pastaga getiramiz arkadaşlar. Endi Behruz shampanskalarni tayyorlab turamiz kelin-kuyovlarimiz uchun. To'y egalarini, Javon akamizni, bilmasdan yangamizni kelin-kuyovlarimizni yoniga taklif etamiz. Qani marhamat kelingizlar. Kelin-kuyovlarimiz, marhamat, mana shu oldilaringizda bezatilgan shirinlik tortini kesishdan oldin sizlar uchun atalgan nikoh uzuklari davramizga keltirildi. Marhamat, Beganch Lola, ushbu nikoh uzuklaringizni taqishga sizlarga ruxsat etamiz. Albatta bugun mana Turkmaniston davlatimizda yana bir ajoyib oila amalga keldi. Nikoh uzuklaringiz sizlarni bir-birlaringizga bir umrga abadiy bog'lab tursin. Baxtli bo'linglar. Yoshlarimizning baxtiga xona kerak Javon aka. Biz bilan birgalikda shirinlik tortini kesishga sizlarga ruxsat etamiz. San'atkorlar so'z bo'lib tursin. Umringiz so'ngigacha qanday eshik qoqmasin. Xayr hasan izlasana uyingizni topmasin. Ostonangiz xatlab o'tsin. Mehr ila muhabbat sizga doim hamroh bo'lsin. Shodlik, tinchlik, baxt, omad. Hayotlaringiz to'rt kabi shirin bo'lsin. Shampanskidek jo'shqinli bo'lsin. Bir-birlaringizni sevib yashangizlar. Baxtli bo'ling. To'ylaringiz qutlug', muborak bo'lsin kelin-kuyovlar. Qani yigitlar, kelin-kuyovlarimiz sha'nida shampanskalar ochilsin. Yasha Behruz. Kiramiz. Beganch, razvedkani atidan ham tabriklaymiz to'ylaringiz bilan. Beganch.
do'stlar. Kiyovduraning Abdulaziz oshnasi tomonidan 100 lira priz qo'yildi. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Yana kelinimizning akasi, Farhod akasi tomonidan 400 lira priz qo'yildi. Qartal akalariga, yangalariga dedi. Mana shu hozir kelinimizning akalari Shirala, Bahadur, Urazgul, Begzat, Mahira, Go'zal yangasi, Rustam, Bahriddin, mana shu xudolarni bir o'rtaga prizga taklif qilaylik. San'atkorlar shu mehmon uchun bitta so'z bo'lsin, mehmonlarimiz uchun. Shuning bilan birgalikda davramizga Guljahan xolasini, Guljamol bolasini taklif etamiz. Safargul opamizni taklif etamiz. San'atkorlar so'z bo'lsin, marhamat. Guljamol, Guljahan xolasi, Xanu Yulduz, Safargul opamiz. Yana davramizga priz olish uchun Yo'ldosh tog'asi, Go'zal ammasi, Gavhar, Nigora, Lochin, qani marhamat. O'ylab kelib prizlaringizni olingizlar. Yo'ldosh tog'asi, Gavhar, Go'zal ammasi, Nigora. Gavhar yo'qmi davramizda? Nigora, Lochin. Bor bo'lsalaringiz kelib prizlaringizni olib ketingizlar mana mening yonimdan. Vaqtni ketkazmasdan azizlar qo'shiqlar bilan davom etamiz. O'yna go'zal, o'yna dilrabo, sen o'ynasang o'ynaydi sabo. Sen o'ynasang o'ynaydi gullar, muhabbatga bo'lmagin parvo. O'yna o'yna ey sohib jamol, xush bo'lib o'chdir bo'lib o'yna. O'yna go'zal, o'yna dilrabo, senga fidoy dil uchun abo. Marhamat davraga. Sochim siypalarkan, go'zal yomg'ir. Achchiq so'zlarga qachon bino bo'larkan.
ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. To'yda jamlaylik, mana shular ruxsat bersa mayli, bizda emas rol. Boshqa mundirga so'raver, menda emas gap. To'yda bir jamlab olaylik. Iltimos. Aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar, bugun mana Narsaxatovlar hamda Tag'aynazarovlar oilasida juda ham bir yaxshi to'y bo'lib o'tdi. Bugun mana shu to'yda qatnashgan barcha mehmonlarga, mezbonlarga, xizmatkorlarga, san'atkorlarga, Layla Production studio operator yigitlarimizga, seremoniya to'yini salon xodimlariga, hammalaringizga kattadan katta rahmatlar aytamiz. To'yimizni jamlab berish uchun Rashid tog'asini hurmat bilan to'y mikrofonimizga taklif qilamiz. Marhamat. Hammalaringizga rahmat. Nasib to'ylaringizda qaytsin. Qo'shilganlar qo'shaqar, bola chaqasi ko'p bo'lsin, hamsha elimizda to'ylar ko'p bo'lsin. Nasib to'yimizda muvaffaq deb qilgan qilamiz. Rahmat Rashid aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aziz do'stlar, shuning bilan bugungi to'yimizga yakun yasar ekanmiz. Albatta, kelin-kuyovlarimizga yana bir bora baxt, toht, omad tilaymiz. Jolna akamiz, Guldasta yangamiz, Eshtovlat akamiz, Barnaxat opamiz bilan birgalikda shu yoshlarning baxtiga quvonib, nevara, chevara so'yib yurish nasib etsin deb qolamiz. Keling aziz mehmonlar, qo'l ochaylik duoga. Iltijomiz shu onlar yetib borsin Xudoga. Hayotdan huzur topib, baxtli bo'lsin ikki yosh. Sevgisiga bir umr ahdi bo'lsin ikki yosh. Murod maqsadga yetib qalbi mehrga to'lsin. Har yil allalar aytib bolalari ko'p bo'lsin. Rohatin nasib etsin. Barcha ota-onaga har xonadon aylansin. Shundayin to'yxonaga deb. Siz azizlar bilan yana to'ylarda ko'rishguncha xayrlashib qolamiz. Kelinimizning qo'lidagi gullarini otar ekan, marhamat, kelin-kuyovlarni davramizga taklif qilamiz. Qanotli kelinimiz o'rtaga taklif qilamiz. Uylanmagan yigitlarni, turmushga chiqmagan qizlarni ham o'rtaga taklif qilsak, qani endi marra kimniki ekan? Uylanmaganlar bormi? Qani kelinglar. Gul oladi uylanmaganlar. Turmushga chiqmagan qizlarimizni ham taklif qilamiz. Chaqqonroq bo'linglar. Bir qo'shiq, ilk qo'shiq deysizlar, lekin vaqtni saqlab turibsizlar. Iltimos, keyin rasmga tushasizlar. Lola. Mana shu yo'lda Jaylan qo'shig'imizdan davom qilamiz.
Some
Qo'shiq qo'yinglar ashulaga.